Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 1-mart. Namangan shahar 22-dachada bitta pechkani qurib ketgandi. Ikkinchisiga zakaz berdilar, qurgani keldi. Xo'p, pechkani ko'pchilik narxini so'radi. Pechkani 3,5 million so'm olamiz joyidan. 3,5 million so'm ichida nima kiradi? Mana holatda keladi. Karnayi keladi, mana. Qora tunkadan bo'lgan, orqa oldida karnayi keladi. Ugonniga keladi, mana 1,20 dan 4 ta keladi. Plus azbis trubasi keladi 4 metr. Inakiga kraskasi keladi, ana ichida turibdi kraskasi. Shu turishi o'sha men aytgan narsalar 3,5 million so'm. Mana bu yerga bo'shlash arafasidamiz. Ko'rsatib o'ting buni ham. Mana bitgan xonadon, yashalayotgan joy. Adderka qilganda mo'risini yopib ketishibdi. Mana shu yerga ablusovkada urib, qoraytirmaydigan bejirim qilib beramiz. Mana eronning g'ishi ko'pchilik nimaga farq qiladi deydi. Bu sopol, eronniki sopol bo'ladi. O'zimizdagi chiqadigan 3,5 ming so'mlik g'ish pirsovoyda chiqadigani bor. Mana shu g'ish ko'rinishini o'zi sal boshqacharog'i bor. U rossiyskiy ular necha pulgacha chiqadi? 5 mingdan 27 ming so'mgacha bor. Bu 5 ming so'mligi donasi. Xo'p, nerga o'yga qilganmiz? U o'yni ham ko'rsatib o'ting. U pulni bitgan. Mana aka, ko'rishingiz mumkin. Bu bitgan aboyli joy. Mana qishdan oldin qurib ketganmiz. Mana kraskasi qo'yadi deganman. Bu oddiy kraska, mana qo'yib ketgan. Mana isitish xudo xolisa yaxshi. U egasiga yoqqanidan ikkinchi partiyani zakaz qilishdi nerga xonalariga. Qilib bergani keldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Namanganning ichida 2,5 million so'm qurib beramiz. Mana shu holatda, mana mashina turishini ko'rinishi. Mana shu holatda qilib beramiz. Biz joyini o'chib tayyorlamaymiz, o'chib tayyor qilib bersani borib qurib beramiz. Boshqa viloyatlarga bo'lsa, albatta narxini kelishamiz. Nimagaki vaqt masalasi bor, yo'l kirasi bor. O'shalarni kelishib olib, xudo xolasa bitkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa o'sha videoni o'sha odamga tashlab qo'yasizlar, yo'qsa like tars bo'lsa kommentariyani yozsangiz, savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozsangiz biz javob berishga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Iltimos videoni oxirigacha eshitinglar. Ko'pchilikka javob bera olmaydi telefonda. O'shaning uchun biz birov xonadonda ishlaymiz, telefonda gaplashishga vaqtimiz yo'q. Imkon qadar javob beramiz. Endi vaqt ham bor. Endi u egasiga ham malol kelmasin, faqat bular telefonda gaplashar ekan, ish qilmas ekan demasin. O'shaning uchun kommentariyaga yozinglar. Kommentariyada iloji boricha hammaniga javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring. Bitgan obzorlarni qo'yib boramiz. Yo'qsa like bosishni unutmang. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.